Joho va Rembo va Roro. Sizlar bilan yangi videomdasizlar. Like va obuna bosinglar, videoni boshlaymiz. Bu ikkinchi qismi. O'tgan videomizda keyingi qismi. Sizlar like va obuna bosinglar. Boshladik bunday bo'lsa. Roro bu yoqqa fundamentni qo'yib qo'ygan, uyini boshladi, biz esa atrofini yopib chiqamiz. Bugungi videomiz zo'r bo'ladi, like va obuna bosinglar. Kommentariy yozib qo'yinglar, qachon biz kuchayalamizmi yoki kuchayolmaymizmi bu yoqda. Yozib qo'yinglar. Albatta like paketga bosib qo'yinglar. Unday bo'lsa boshladik. Rembo, ketdik. Lapak yasayapman, olib ketma lapakni, temirda yasadi. Temirni ishlatib qo'ydingmi? Ketdik, unday bo'lsa. Menga bo'ldi, lapakini oldim. Nima qilib chiqamiz endi? Atrofini yopib chiqmasak bo'lmaydi. Kechasi hujum qilishadi bizga axir. Bu yoqda nimalar ham ko'p ekan. Sal bo'lsa ham yopib turaveraylik, keyin qolganini yopamiz. Qachonga qilamiz endi? Endi ekin qachon qilamiz? Fermerlikda. Ekin ham qilishimiz kerak. Bunaqada sapib bilaman. Boshlaymiz sekin bug'doy. Bu yoqlarda bug'doy bu jina o'sib qo'ygan nima joylardan chopib. Men uchta topdim men bug'doy. Urug'inimi? Ekib qo'yish kerak. Ekamiz. Atrofini yopib chiqamiz. Men belgilab qo'yayin. To'xtab tur. Bo'ldi endi. Loylab yopib chiqamizmi? Loylab yopib turaylik. Hozir biz toshga ham nimamiz kamda. Tosh chopib chiqishimizga keyin qilamiz toshdan. Ikki qator qilishimiz kerak bu. Ikki qator qilamiz. Sen ba'zi qilib men tevasini qilib chiqaman. To'ra burchagini aniqlaymizmi? Jakatda qilmay turaylik. Bo'ldi, sekin burilavi, loy yetmay qolishi mumkin. Sen 3 qator qilyapsan, men mayli. Bu yoq chiqyapti, like obuna bosib qo'yinglar. Men obunachilarimga ham gapirib qo'y. Yomg'ir yog'ardi. Ketdik uyga. Uyib qolamiz-ku axir. Ket. Buzilib turganda Roro kel. Rembo sen ham kel. Yomg'ir tinishini kutishimiz kerak. Do'stlar, sizlar like va obunani bosib qo'yinglar. Shuncha mehnatimizga yarasha. Unday bo'lsa yomg'ir tinganda biz boshlaymiz. Video. Yomg'ir ham ancha tinib qoldi. Isim oldik hali. Endi chiqib davom ettiraveramiz. Yomg'ir ham tinmaydi shekilli. Ketdik. Halla isim oldik. Akkanchi do'stlar, sizlar shuncha mehnatimizga like va obunani bosib qo'yinglar. Yomg'irda ham qilyapmiz obunachilarimiz uchun hammasi. Sizlar like va obunani bosib qo'yinglar. Biz qasrlar ham quramiz bu yoqda hali. Ko'pgina qismlar chiqadi. Like va obunani bosib tursalaring. Unday bo'lsa boshladik. Davom etamiz. Meni qornim ochib qoldi. Bir burda men go'sht olayin. Shunday. Hozir maytlar to'g'rilib turaman. Men jinay go'sht olayin. Bo'ldi, pishgan go'sht bor ekan, xilla qornim to'ydi. Bir burda yeb oldim. Yomg'ir ham yog'yapti. Hali to'xtamaydi shekilli. Hali shog'ol bo'yga, shog'ol qilishimiz kerak. Bu yo'llarni ham buzib toshdan qilamiz hali kuchaysak.
Hali ko'p odam kelishimiz kerak qasrimizni kuchaytirish uchun. Ha. Hali qishloqlar ham keladi bu yoqqa. Biz topamiz. Bitta zo'ravon qishloqlar deb haydavordi. Qishloqda. Ha, merlar ham hozir ancha o'zgarib qolgan. Men ham qishloqda yashar edim bular. Meni ikkita do'stim ham bo'lardi. Men hozir merga men yoqmay qoldim. Men oldin mer bilan o'ta yaqin edim. Keyin esa yoqmay qoldim merga. Undan keyin meni qishloqdan quvib soldi. Men foydan tegmay qoldim. Ha, Birorta ish yurtashni qilmay qo'ydim yo ishim chiqib qilmay qo'ydim. endi bir narsa bo'lib tortishib qolganmiz mer bilan. Merlardan yomonlashib ketyapti. Ha, nasıl aytasan? Biz bunaqa yomon bo'lmaymiz xudo xohlasa. Ha. Kech ham kelib qopti. Unday bo'lsa uxlaylik. Rembo, yur ketdik. Hozir men qo'ylar. Yomg'ir ham yog'yapti, ertalab tinib qolsa davom ettiramiz. Ha. Uxlash hamay. Zombi kiryapti uyimizga. Yuringlar. Ha, bo'ldi. Uxlaymiz. Zombilar ham eshikni ham yopilmabdi. Uxlanglar Bu hamma. tomon yopilmay qoldi. Ertalab boshlaymiz. Ne bo'lsa davom ettiramiz. Ertalab ham tushdi. Ro'ra uyim tutib qoldimi? Endi chicha o'tin choqish kelsam, Qo'laylikda yordamlashib olamiz. Ikkita uy bo'lib qoladi bir o'g'li, chiroyli o'g'li. Ha, sekin uylarni Qasr qilamiz. Ha, qilamiz. Rembo solib so'raq, qasr-pasrga rembo yaxshiroq so'raq. Ha. Senlar Rembo endi qo'rqchi bo'lganda, akam, men unga choy deng tushganimizda biz tuhmat qilib yuborgan. Merjonlar uyda ish qilayotganimizda. Uzr odamlar odashib ketgan obunachilar Roro edi. ha, o'zim ham biluvdim, payqadim. Bu yo'l bitta deb qoldik. Bitta bo'ldi. Hali bor. Motovonda bitta ikkita loy qo'yib qo'yish kerak, u yoqqa qarash uchun. Bu yoqni ham yetkazib qo'yayin balandroq qilib. Qancha baland bo'lsa bizni ham shuncha yaxshi. Kirish qiyinlashadi. Dushmanlarni. Zombi, creeperlarni barabar kelib oladi. Ular ham o'ta yomon narsalar. Bormi senda, Rembo? Nima? Loy bormi? Loy tugatdi menda ham. Hozir men jinday chopib kelayin, bu yog'ini ham yetkazib qo'ysam, sal balandroq bo'ladi. Bu yoqlarda ham suv toshib ketgan, creeperlar portlagan. O'rmonda shu hamma yo'q. O'rmonda ham biz tashashimiz kerak. Qasr quramiz. Unga katta joyni egallashimiz kerak. Borib bu yoqlar ham odamlar ko'chib kelishi mumkin. Birinchi uyimizni buzmaymiz, biz shu yerdan kuchayganmiz deb. Bu uyni katta qasr bo'lganda ham boshqa odamlarni kirgizmaydigan qilib qo'yamiz bu yoqda. Kuchaytirib. Kattalikka. Shu orqali kuchaytirganmiz endi. Shuncha mehnatimizga va bularni boshqa qo'yinglar. Obunachilar. Bu yoqdan o'ta uzoq emas. Nima ham bor qishloq. O'ta endi uzoq-ku, uncha uzoq emas. Qishloq ham bor. Qishloqda men ko'rib qoldim. Qishloqda. Endi haligi ba'zi qochib kelganlar kelishi mumkin. Shunga sekin bu yo'g'ini ham nima qilib egallab olishimiz kerak kattaroq joyda. Bu hozircha o'zimizni himoya qilib turgani xolos.
Hali kuchaytirib yuboramiz bu yoqlarni. Katta bir shaharga o'xshagan bitta yomon yovuzdan anaqa uy bor deb eshitdim. Bormi haqiqatdan? Bo'lishi mumkin. Roro, sen nima qilyapsan? Uyni bitiryapman. Ha, Uyni bitirib qo'yayin. Shu aynalarga modullarni ham bir qator qilib ekanmiz. Hozir bu yoqlarni tozalashib qo'y menga, Rembo. Va chiqib qolgan o'tlarni yulib tashlaylik. Rembo, ketib qolibdi u. Mayli. O'zimiz davom ettiraveramiz. Bu yoqlarni ham akkuratni qo'yamiz. Bu yoqqa qo'yamiz va bu yoqqa kim daraxt ekdi ekan, daraxtlarni chopib tashlaymiz. Daraxtlarni chopib, daraxtlarni ham bir joyga ekib qo'yamiz. Bu yoqda daraxtlarni ham mana bu yerga, bittasini bu yerga ekamiz. Kechasi katta chayonlar ham keladi. Ular esa nimadan chiqishaveradi bu devorda. Qasr qursak keyinchalik va qasr qursak bu yoqlarni umuman kirmaydigan qilib tashlaymiz. Bug'doy ham to'planib qolibdi. Men 8 ta anaqa topib keldim. O'tirmaydi. Temirga 20 ta anaqa ko'mir. Tosh 52 ta tosh topib keldim. Toshanda qilamiz endi. Mayli. Tosh qo'yib Tosh qilib qo'y. Endi ovqat to'plashimiz kerak. Zaxiraga ham. Bu orqa tarafni, bu yoq tarafni chopib tashlayin. Bir qator pastroq qilib, hamma yoq o'tgan qilib, bu yoq baland bo'lib qolgan ekan. Bu yoq tekizlanib qoldi va bu yoq ham o'tdi. Ancha tozalanib qoldi. Bu yoqqa chiqamiz. Qolganini aytib qolgan loylarni hamma o'zi bilan o'rayishib qilib yurishibdi. Men ham o'zim yuribman. Ikkalasi ham uyda ekan, yaxshi. Men resurslar ko'paytirib qo'ydim. Kerak payt shashet olib ishlatamiz. Istarib yurib tongga tushib. Endi bu uyni ham bitibdi, bu yoq ham chiroyli bo'libdi. Lekin Roroyim bitib qolibdimi? Bitibdi. Oynalar ham qilib qo'yibdi. Chiroyli chiqibdi, Rora. bitta. Zo'r ekan. Kommentariyaga yozaringlar, 1 dan 10 gacha baho beringlar. Uyga. Aynalar chiroyli chiqibdi. Keyingi qismlarda yana ham ko'paytirib, asr atrofini toshlar bilan o'raymiz. Keyingi qismlarni ham olamiz. Undan bo'lsa ikkinchi qism ham tugadi. Sizlar bilan men Jo'xa va Roro Rembo bo'ldi. Like obunani bosib qo'yinglar, sizlarga ishonaman. Like podpiska bosib qo'yinglar. Men obunachilarim bosadi. Like va obunani bosib qo'yinglar. Uy ham chiroyli bo'ldimi yozib qo'yinglar. Bundan keyingi atrofini katta qilib tosh bilan to'sib chiqamiz va uylar quramiz. Keyinchalik qasr quramiz. Shunday qilib kuchayaveramiz. Keyingi qismlarda chiqadi. 3-qismida undan ham qizg'iroq bo'ladi. Hammaga xayr bo'lmasa. Videoga ko'proq like bosib qo'yinglar. Video chiqishlarini xohlasalaring. Hammaga xayr.